Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu oy birodarlar bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo ro'zaga riyo aralashmaydi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu oy birodarlar bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo ro'zaga riyo aralashmaydi.